Bu surat görünüşü Nancy Pelosi hanım Dalai Lama. Bu aşında turuş gerek, aşında körüp turuşunla gerek vatandaş. 3 bağını koymamışsınız abi ne? Yani insan sözde vatkan dikkat kılamaydı iken vakanda kılımızı şimdi de. Bugün çizlağa 2024 yıl 6. ayının 20. gün haftık Perşembe vatandaş. Likşemizin devamını anlatımız yani mışla bulup öttü. Mışla bulup oturdu. 101 oturdu. Hazır hesapta mışla hepti işçi de. Dalai Lama aeroplanı oturup Amerika Kosmik Ştatları Washington'a geldi. Davalanışkı geldi. Rima tizimini davalaydı. Muşepte dene şundak değildi haberde. Muşepeyte hazır çünkü Kompartiyasının Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı yeni bayanat elan kıldı. Endi bu yeni bayanat ne? Sizler tapşırmasak olmaz. Çünkü hükümetinin meydanı neyme? Andın ahırda ikinci katımda Xuda halis vatandaş sizinle birlikte muhakeme kılınız. Bugün İslam dedim ya 2024 yıl 6. ayının 20. gün haftığı Perşembe. Mavzumunda Beycan Dalai Lama'nın siyasi teşebbüsünü uzul kesil özgertişini talep kıldı. Nancy Pelosi bu hürmetki sazavor erbabning ta'siri ebedi chaqnaydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6. ayning 20. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Cumhur hükümeti 6. ayının 20. günü Perşembe bundoq ko'rsatdi. Tibet'in ruhani daisi Dalai Lama siyasi teşebbüsünü uzul kesel özgertish kerak. Ondan Beijing onun bilan suhbat qurishni o'ylashadi. Beijing Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Linjan muxbirlarni kutib olish yig'inida Tibetga sargardon hukumati Amerika Davlat Majlisi yaqinda ma'qullagan Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi orqali Cumhur hükümetiga besem ishlatganligi to'g'risida qo'yilgan savollarga javob berganda yuqoridagi ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Cumhuriyetçiler Partisi mansubi Michael McConnell ve Avam palataning sobiq boshlig'i Demokratlar Partisi mansubi Nancy Pelosi yetakchilik ediki Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ve Killa Umigi haftaning 2-3 kunlari Hindistonning shimolidagi daramsalarni ziyoratda bo'ldi. Ve Killa Umigi Tibet sargardon hukumati ma'muriyat markazining yuqori darajalik amaldorlari bilan fikr almashtirib qolmasdan yana Tibetning ruhoniy daisi Dalai Lama bilan ko'rishdi. Avam Palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell Tibet xalqi o'zining kelgusini o'zi belgilashga huquqliq deb ko'rsatdi. Yani bana koyduman. Gerçi bu bayana Cumhur'un bozulma, hazır Amerika vekiller ümiginin sözlerimi müşterinin içine kıstırılıp kilovatı da haberdi vatandaş. Mani yani bir anlayıp Avam Palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi bu qatimqi Davlat Majlisi vekiller ümiginin yetakchilaridan biri Michael McConnell Tibet xalqi o'zining kelgusini o'zi belgilashga huquqliq deb ko'rsatdi. O'zining kelgusini o'zi belgilashga huquqliq Tibet xalqi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell Cumhuriyetçiler Partisi mansubi. Michael McConnell haftaning 3. kuni Çarşamba bundoq ko'rsatdi. Tibet xalqi o'ziga xos diniy e'tiqod va madaniyat tarixiy tan olish tuyg'usiga ega. Ular o'zlarining, ya'ni Tibetlarning kelgusini o'zlari belgilashga huquqli. Alay şehrini devitina vatandaş, Almıta Uygurlara bir devitina, Alay şehrini bir devitina, Uyguruna gibi şu, Alay şehrini.
Devletine Uygurum. Michael McConnell'ın Muşu sözüge ala şehrine, yani bunun manasını Tibet dalaylama ala, lihasani ala, Tibet dediğin gep çıkmamdı değil mi? Keçirinler vatandaşlar. Nemdi de Michael McConnell, Avam Palata Taşkı Münasebetler Komitesi'nin reisi. Haftanın 3. günü çarşamba sözügen sözü de Tibet halkı özüge has dini itikat, medeniyet ve tarihi teneleş duygusu ege. Ola özlerinin, yani Tibetlerinin kelgüsünü özleri belgeleşke hukukluq. Kişiler özlerinin dini itikat erkinliği şengen buluşu gerek. Bu elbette bizden Cungo'nun agahlandırışına qaramay bu yerge yetip kelgenligimizden sebebidir. Devlet Meclisi'nin nüfuzluq erbabı Reis Michael McConnell yani mundaq görsetdi. Biz küllerinin biri de Dalai Lama'nın ve onun halkının tinchlik, asayişlik içinde Tibet'e qaytışını ümit qilamiz. Beijing Dalai Lama'nın varis belgilişiga aralashmoqchi bo'lyapti, lekin biz bunda ishning yuz berishiga yo'l qo'ymaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi 15. Dalai Lama'ni tanlash masalasida Tibetning xizmatiga aralashmaslik to'g'risida Jungo'ga ogohlantirish berdi. Bular o'xshashli qonun loyihaga Prezident Joe Bidenning imzo qo'yib, qonun loyihani rasmiy qonunga aylantirganligiga ishonadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palata Sobiq palata boshlig'i Nancy Pelosi chorshanba kuni so'zlagan bir qatimliq nutqida mundaq ko'rsatdi. Tibet Jungo talash tortishini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi Jungoga bosim ishlatib, Tibet talash tortishini hal qiladigan Amerikada ikki partiyaning tuzgan qonun loyihasidir. Michael McConnell Cumhuriyetçiler Partisi mensubu. Nancy Pelosi hanım sabiq Avam Palata başlığı Demokratlar Partisi mensubu. İki partiyanın tuzgan qonun loyihasidir. Diqqate. Jungoga bosim ishlatib Tibet talash tortishini hal qiladigan Amerikada ikki partiyaning tuzgan qonun loyihasidir. Prezident Joe Biden pat arada bu qonun loyihaga imzo qo'ydi. Bu qonun loyihaning ma'qullanishi Jungo hukumatiga bir uçur yetkazdi. Yani bizning Tibetning erkinligi to'g'risidagi, yani bizning Amerikaning Tibetning erkinligi to'g'risidagi tafakkur yo'limiz va tushunishimiz intayin ochiq deb ko'rsatdi Nancy Pelosi. Jungo hukumati biron mohiyatlik boshqarishlikka mustaqillik talab qilmaydigan Dalai Lama'nın vakilleri bilan ko'p yillarda dialog suhbat o'tkazadi. İki taraf bir mezgil Dalai Lama'nın Tibetga qaytib ziyoratda bo'lish masalasini muhokama suhbat qilishgan edi. Lekin ikki tarafning tushunishi va suhbati, uchrashishi va suhbati 2010-yildan boshlab uzilib qoldi. Jungo merkezi hükümeti bilen 14. Dalai Lama tarafından uçuruşu ve sohbet ötküzüş doğrusunda bizden siyasetimiz birdek enek dep görsetti. Muhbirlarını kütübeliş yığını da Jungo Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchisi Linjet. Halqilaq taraf shuki 14. Dalai Lama o'zining siyosiy tashabbusini uzul kesil o'ylab bakib, uzul kesil o'zgartish kerak deb ko'rsatdi. Bayonotchi Linjet. Dalai Lama 1959-yili Jungo Kompartiya hukmronligiga qarshi turib, qo'zg'olon ko'tarib, mag'lub bo'lgandan keyin Hindistonga ketib kelib, Dharamsalada o'ltiraqlashdi. Beijing doirali Tibet azaldan tortib Jungo territoriyasining bir qismi deb hisob keldi. Bu yil 88 yoshga kirgan Dalai Lama 2011-yili Tibet Sargardan hukumatiga doim bo'lish vazifasidan voz kechdi.
Lekin yer şardaki barlıq Tibetler Dalai Lama'nı yanıla manevi daim izlep qaraydı. Nancy Pelosi Dalai Lama uzun ömür körüdü. Onun siyasi hayat manzarası yaki mirası ebedi çaqnaydı dep ko'rsatdi. Hindiston Vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Nancy Pelosi so'zlagan so'zida Xi Jinpingning hukmronligini Dalai Lama'nın manevi, ruhani dai bo'lish sifati bilan selishtirdi. Nancy Pelosi mundaq ko'rsatdi. Hürmetke sazavor Dalai Lama mehribon, manevi odamdir. Manevi daidir. Nayte pokiz ruh va muhabbatlik qalbga ega. O uzun ömür ko'rdi. Onun siyasi hayatı ebedi çaqnaydi. Lekin sen Jungo'nun reis Xi Jinping sen vazifeden ayrılısan. Senin nemi yaxshi ish qilganligingni kishilar esleyolmaydi. Reuters tahlilchilarning so'zidan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Davlat Majlisi ma'qullangan qonun loyihasida Jungo'ning Tibet azaldan tortib Jungo'ning bir qismi deb ataydigan saxta uçurları to'g'risida Amerika hukumatining bu uçurlarga zarba berishi talab qilindi. Avam Palata Tashqi Munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell mundaq ko'rsatdi. Davlat Majlisining vakili Umiki Dharamsalaga ziyoratga chiqishdan burun Jungo Kompartiya tarafdan bir parcha xat topshirib oldik. Xatda Amerika Davlat Majlisi a'zolarining Dalai Lama bilan ko'rishmaslikni talab qilib, atalmish 13-chi Dalaidan biri Tibetning Jungo territoriyasining bir qismi ekanligini takrorlagan. Lekin Reis McConnell mundaq ko'rsatdi. Vakillar umikimiz bundan qo'rqib qolmadi. Dalai Lama, Tibet xalqi va Amerika hammamiz bilimizki Tibet Jungo'ning bir qismi emas. Mana bugun ikki parcha leksiyamizdan chiqarilgan eng xulosa Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi Munosabatlar komitetining raisi bu qatimqi Davlat Majlisi vakillar umiga Dharamsalani ziyorat qilib Dalai Lama bilan ko'rishadigan vakillar umigining yetakchisi Michael McConnell nima dedi? En ahırkı bir cümle sizge takdim vatandaş. Vakillar umikimiz bunun da korkup kalmadı. Dalai Lama, Tibet halkı ve Amerika halkı hemimiz bilimiz ki Tibet Jungo'nun bir kısmı emas. Mübarek olsun Michael McConnell. Mübarek olsun Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi, Kengash palatasi, Avam palatasi. Mübarek olsun Amerika Qo'shma Shtatlar xalqi. Mübarek olsun sizga tabriklaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden ve Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning hukumat a'zolari. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Ma'un Davlat ishlar kotibi Kurt Campbell, Aqsaray davlat bexatarligi bo'yicha prezident Joe Bidenning maslahatchisi Jack Sullivan. Hammanglarni tabriklaymiz, muboraklaymiz. Prezident Joe Biden hukumati.